Aziz mijozlarim, hozirgi olayotgan videoyim maxsus ayollar uchun tayyorlaganman. Buni erkaklar ko'rmasdan o'tkazib yuborishlaring kerak. Faqat ayollar uchun tayyorlagan videoyim. Lola tamponimiz bor. Doimo sotaman. Buni ko'p olib chiqmasdim videoga, lekin ko'pchilik so'ragani uchun, ko'pchilik ma'lumotga ega bo'lmagani uchun video qilishga qaror qildim. Asosan pachkasida 6 ta bo'ladi. Buni foydasi nima? Buni foydasi tug'ruqdan keyingi ayollarga qisqartirishga yordam beradi. Shamollashlarni juda ham zo'r effektivniy darajada yo'qotishga yordam beradi va Allohning izni bilan homilador bo'lishlikka juda ham katta sababchi bo'ladi. Ya'ni bu turba yo'llarini tozalab beradi. Buni ishlatgan ayollar ko'pchilik biladi. Bizda mana shu bitta donasi 5000 so'm. Pachkaga olsangiz 25000 so'mdan. Buni ko'pchilik biladi. Oldindan video qilganman, lekin juda tushunarli qilib video qilmagan bo'lsam kerak. Bu safar video qildim chunki talab ko'pligidan. Juda ham o'zi bittasini ishlatganingizda o'zi bilintiradi. Juda ham zo'r effekti yaxshi. Mana shu bir donasi 5000 so'm. Butun viloyatlarga dostavka qilib beramiz. Bundan tashqari shu lolani salfetkasi ham bor bizda. Bu salfetkasi ko'proq aptekalardan sotiladi, bizda ham bor. Ichida 10 ta bo'ladi. Homiladorlikdan himoya qiluvchi salfetkalar. Har biri 15000 so'mdan bo'ladi. Ichida 10 ta bo'ladi. 10 ta foydalanishingiz yetadi.